Bizni mana shu Bog'olachi mahallasida mingdan oshiq xo'jalik istiqomat qiladi. 7000 ga yaqin aholi bor. Mana shu hammamiz mana shu Bog'olachi bir nasos stansiyasidan doimiy ravishda suv ichib kelganmiz. Keyingi vaqtda bizda elektr energiya muammosi, ta'mirlash muammosi mushkul muammo bo'lgani uchun biz mana shu open budjetga 2 martadan beri qo'yyapmiz. 2 martadan beri yutishimiz qiyinroq bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbusli byudjet jarayonlarida xalq vakillarining saylovchilar bilan o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan 264-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida bugun open byudjet jarayonlarini birinchi mavsumini o'sha tugagandan keyingi g'olib bo'lgan va g'olib bo'lmagan loyihalarni kuzatish uchun barcha deputatlar hududlardamiz. Aynan men Qumqo'rg'on tumanining Bog'olachi mahallasiga keldim. Qumqo'rg'on tumanida jami 105 ta loyiha qo'yilgan ekan. 105 ta loyihaning ichida o'sha suv muammolari, asfalt, infratuzilmalar, shuningdek o'sha moddiy texnik bazalarni yaxshilash, shularning ichidan hozir men aynan aholini qiynab kelayotgan tomorqa suvlarini uchun nasosni yangilash va o'rnatish bo'yicha loyihasini g'olib deb topish uchun o'zimni tashabbusimni ko'rsatdim. Chunki bu yerda 1800 xo'jalik, 7000 dan ortiq aholi yashayotgan bu hududda 20 yildan beri ularni suv muammosi qiynab kelayotgan ekan. Va men aynan muhtaram yurtboshimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib va menga bergan vakolatlardan foydalanib 1 milliard 600 million so'mlik o'sha loyihasini g'olib deb topdim va aholini eng birinchi navbatda tomorqasini daromadini kuchaytirish bilan birgalikda xorijga ketgan yoshlarimizni, ishsiz yoshlarimizni qaytarib, aynan mana shu yerda o'z xonadonida daromad topishni rejalashtirib, o'shani niyat qildim.